Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni kraskadan oldingi holatlarini ham bir qator ozgina video qilib kanalimizga yuklagandik. Ko'rgan bo'lsalaring, joyiga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Bu darvozamiz eniga nalichkalari bilan 360, bo'yiga 4 metr bo'ldi. 1 kvadrati 1.300.000 so'mdan 2 qavatli variantda olib kelib o'rnatildi. Bu darvozamiz o'sha summasi 18,5 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalari kurgovi 10/5 shviller bo'ldi. Profillari 6/4, 1.7 stenada, listlari 2lik listda, 2 qavatli variantda bo'ldi. Nalichkalariga yuzlik turbadan tepalari ham juda chiroyli, o'ziga yarashgan ideal holatda chiqdi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamoklar har doim o'rnatiladigan zubur zamok. Orqa holatlari. Orqalari ham mana tekis bo'lib, tepalariga lazer qilib berildi. O'sha darvozaxona ozgina yorug' tushib turish uchun, havo aylanib turish uchun lazer qilindi. Mana orqa holatlari. Orqalari ham plotniy bo'lib, juda chiroyli holatda o'rnadi. Darvozamiz nejvinkalarda qorasidan ishlatilgan. Xohlaganlarga gold, sariq rangidan bor, oq rangidan bor. Hammani didiga yarasha qilib qo'yib berilaveradi. Nejvinkalari ham. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa, kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimiz qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.